Boshlasak bo'ladi. Bugun sizlar bilan indeks va kesish va internatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Pythonda bizda ikkinchi bosqichimiz. Oldin esa birinchi bosqichni ko'rib chiqayotgan edik. Buni ham plus qilib qo'yamiz. Keyin biz boshlaymiz. Bizda mana birinchisi indekslar. Indexing yoziladiga indeks elementini tartib raqamini orqali olish. Pythonda indeks noldan boshlanadi ekan. Misol uchun list bilan beryapti bizga mevalar, qavs ichida olma, anor, banan, uzum beryapti. Mevalar 0 va 2 deb olyapmiz. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ishlamasa ishlamas mumkin. Buni ko'rib chiqamiz. Mana bizga 0 mana o'sha burada aytilganidek mana indeks 0 dan boshlanar edi. Mana 0, 1, 2 deb bu yerda biz 2 ni olib va banan bizga bu yerda chiqarib berdi terminalda. Keyin mana manfiy indeks ham bor ekan. Bu -1 dan boshlangan ekan. Mana minus qilamiz bu yerda. Mana oxirida orqasidan qarab boshlanyapti. Uzum 2 banan bo'lib chiqyapti bizda. Ishlatilgan list type string uchun hisob matn Python. Bu yerda 0 boshida mana -1 esa oxiridan olib beryapti bizga. Keshish string elementlarni oralig'ini olish deb beryapti. Bu yerda har xil joyda masalan uzun narsa bo'lsa mana start stop step deb beryapti. Start boshlang'ich indeks, tugatish indeks, stop esa step qadam beryapti. Tugash indeksi kirmaydi ekan. Qaysi kirmaydi bizga beryapti. Oddiy kesish. Mana misol beryapti. Masalan 10, 20, 30, 40 gacha beryapti. Masalan birinchi sonlar 1 dan 4 gacha deb berilyapti. Bu yerdan 1 dan 0, 1 deb mana tashlasam bu yerda masalan bu yerdan 1 dan 4 gacha bo'lgan tartib haligilarcha olinyapti. Bu yerda 0 va bu yerda 4 bo'lyapti. Va bizda orasidagi mana 20, 30, 40 sonlanyapti. 1 dan boshlab 4 gacha 4 kirmaydi bizga beryapti. Aytganimdek birinchi sonlar 3 va bu yerda nuqta 3 deb qavs ichida turgacha qavs berilganda bu yerda boshidan olinyapti. Bu yerda masalan 1 deb tashlasak bu 1 deb hisoblanadi. O'sha 0 va 1, 2, 3 sonlarni beryapti ekan. Bu yerda 3 turli olinmayapti. Oralig'dan olish va oralig'dan olmoqchi bo'lsangiz sonimiz chapga o'tar ekan. Boshidan olish bo'lsa o'ngdan o'tar ekan. Qadamni olish bu yerda 2 ta o'rtaroqda va oxirida olinadi ekan. Teskaridan olish 2 ta minus 1 olinar ekan. Teskari olish internatsiya elementlarni birma-bir aylanishi eng ko'p ishlatilgan for sikl'i ekan. Masalan forni o'qimaganmiz. Keyingi darslarda tushuntirib berishga harakat qilaman. Python mevalar, olmalar, banan, for mevalar, print meva beryapti.
ve onlar olinmadan natija chiqaraveryapti. Ko'p ishlatilgan forsikalar. Bu yerda biz ma'lumot kirityapmiz. Bu yerda for orqali meva bu xuddi masalan biz fayl yaratib, unga nom berib, ichidagi faylni mevalar edi. Biz ichidagi narsalarni ko'rmoq, print orqali chiqarmoqchimiz. Meva deb ko'ramiz va ichidagi narsalarni ko'rib olishimiz mumkin. Masalan, mana ko'rsatib berdi. Index bilan internatsiya for in range level mevalar ko'rishimiz mumkin. Python string bilan for harf in Python print harf beryapmiz mana bu yerda. Qisqa xulosada indexing bitta elementni olish, skillning bir necha element olish, internatsiya barcha elementlarni aylanish yaratib olishimiz mumkin. O'zi mashqlarni ko'rganmiz. Mashqlarni o'zingiz topib bajarishinga, o'zingiz shunday tuzib olishingiz mumkin. Python orqali bu yerda ketma-ket bajarib ketaverasiz. Albatta, buni yozib olishni maslahat beraman. Bular endi qayerlarda ishlatiladi? Masalan, veb dasturlashda, masalan, foydalanuvchi ro'yxati bilan ishlashda, so'nggi 5 ta postni qiriladi. Masalan, postlar 5 ta post ishlatiladigan bu indekslar masalan, birorta narsa qidiryapmiz. Masalan, bizga narsa ichida masalan YouTube'da bitta veb sahifada bo'ladigan bo'lsak, YouTube'da bizga nima kerak? Python deb yozib oladigan bo'lsak, Python orqali barcha darsliklar kelib chiqadi. Xuddi o'shanday o'sha bitta fayl ichida hamma narsa kiritib bo'lgan faylimiz oddiy qidiruv orqali biz o'zimizga kerak narsani olishimiz mumkin ekan. Qanday devolver u narsaga so'ragan narsani devolver xabarlarni chiqarish, mahsulotlarni ko'rsatish, API kelganda bu botlar, API bu bot bilan serverda ulaydigan narsa bo'lishi kerak, adashmasam. Bu yerda internatsiya ishlatiladi. Sun'iy intellekt va data science'larda va serverlarda va sun'iy intellektlarda juda ko'p ishlatiladi. Pythonda bilsangiz ko'ryapsiz, sun'iy intellekt data science'larda xotirjam ish topsangiz bo'ladi. O'yin yaratishda masalan interval narsa ko'rinish, ballar ro'yxati va o'yinchilar harakatini tekshirsalar, sizlarda ballaringizni ko'rsatib turadi. Kimdir ID'sini qidirmoqchi bo'lsangiz, o'sha yerda kerak bo'ladiganlarda parol va matnlarni tekshirishda ishlatilar ekan. Indeks va kesish va internatsiyalarni ko'rib chiqdik. Bu haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube'da ham topsangiz bo'ladi. Albatta, keyingi darslarda ko'rishguncha